Hanımlar, bugünkü dersimiz Qashqar taomi jarkob. Aldı bilan asosiy materiallar bilan tanishib o'taylik. Aldı bilan ko'kmush bilan qizilmushdan bir dona tayyorlasanlar bo'ldi. Ondan baranga, orqadan oshko'ka, ondan so'ng piyoz ketadi hanımlar. Oldin mana shu pintozdan mana shu inchikalik tayyorlasanlar bo'ldi. Orqadan bo'lsa samsoq, ondan yerim bosh piyoz hanımlar. Anda buni tezqizir bo'lsa, ochiq suv, jangyu. Mana shu ikkisidan qaysi bo'lsa, bir ishlasanlar bo'ldi. Ondan pomidor qiyami, tuz, ondan yog'mucha, aylata aytilgan yog'much, orqadan oqmush, qarmush, ondan kraxmal, quruq kraxmallar. Shu materiallarimizni tayyorlab olamiz. Ondan pishirilgan 7 tal tuxum qanimlar, ondan bir tal tuxum tayyorlaymiz. Orqadan qiyma go'sha, o'sha holatda qiyma qilib tayyorlasanlar bo'ladi. Shu materiallar ketadi. Oldi bilan biz oqmush, qarmush, tuz, quruq kraxmal, ondan birdan tuxumni tayyorlab olgan qiyma go'shtning ichiga to'kib, bularni mechib, yaxshi aralashtirib, tuzlantirib tanishib olamiz. Undan keyin bo'lsa, barangini mushqil cho'nliq tayyorlab olsanlar bo'ldi. Ko'katlarni mushqil ko'rsatilgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olsanlar. Undan pintozni qaynoq tashlab yumshatib olsizlar. Amdagi bosqich bo'lsa, biz tayyorlab olgan qiyma go'shtimizni qo'limizning olqinida mana yumaloq holatga, ya'ni vanza holatga keltirib olamiz. Buni bek aniq ko'rsatib ketmadim, chunki juglak shakl qilishni balki hammalar bilsizlar. Mushkul holatda, juglak holatda ko'maloq shakl keltirib olsanlar bo'ladi. Barliq qiyma go'shtlarni mushkul shaklga keltirib, taqsimlab tizib olgandan keyin amdagi bosqich bo'lsa, bularni mayda qizartirib pishirib olamiz, hanımlar. Qizarmay pishmay qo'ygandan keyin biz yumaloq shakl keltirib olgan qiyma go'shtlarimizni mayda silib pishirib olamiz. Ya'ni bir qatiq qardab ketib pishirmaslanchimi, bir xil holatda qizargach pishirib olsanlar bo'ladi. Mana mushkul holat kasb bo'ladi. Endi bularni ham shu maydan ayirib, maydani saqitib o'tamiz. Mana shu duxovkaning simtorlari bo'lishini o'sib qo'ysanlar bo'ldi. Agar bu mayqib qolsa, o'zini taqsirga elib, maydani saqitib olsanlar bo'ldi, hanımlar. Mana qaranglar, mushkul holatda qizarib chiqdi va baranginimi mayda mushudan sarg'aygan qadar qizartib olsanlar bo'ldi. Mana baranga bilan qiyma go'shtlarimizni mushkul shaklda qizartib tayyorlab oldik. Amdagi bosqichimiz bo'lsa, qo'rimini qo'rish bosqichi hanımlar. Oldi bilan qozonga pixmay qo'yib olgandan keyin mayda normal darajada qizgandan keyin amdi biz to'g'rab tayyorlab olgan so'ng piyoz silib qo'yib olamiz. So'ng piyoz toki sarg'aygach qo'raysizlar. So'ng piyoz sarg'aygan vaqtinglarda o'tinglar bak kuchli bo'lmasin, bo'lmasa so'ng piyoz silangan hammalar kuyib qirdab ketadi va cho'qim o'tinglar normal darajada tanishib berib o'tinsizlar. Orqadan to'g'rab tayyorlab olgan zanjirni silib olamiz. Silib mazali bir chiqib qo'rib olsanlar bo'ladi. Bir az qo'llagandan keyin endi biz tayyorlab olgan pomidor qiyamini silib olamiz. Agar oilangizda pomidor qiyami bo'lmay qolib qolsa, shu loz qiyam sanamni o'xshashdan erishilishlar. Buni silib olgandan keyin aralashtirib qo'yib olamiz, hanımlar. Pomidor qiyamini silib bo'lgandan keyin bularni davomli qo'raymiz. Qaranglar, qo'rimning rangi mushkul holatdan hayt qizg'ish holatga chiqdi va mushkul shaklga kirguncha qo'rib olsanlar bo'ldi. Orqadan ochiq suvda pixmatlarni qo'yamiz. Agar ochiq suv bo'lmay qolib qolsa, tetim suv qo'ysanlar bo'ldi. Tetim suv, ya'ni jangyo bo'lib qolsa, ochiq suv qo'ymasanlar bo'ladi, hanımlar. Orqadan tuzni pixmatlarni silib, yana davomli aralashtirib qo'rib olamiz.
Әмді кававычына, uۋaq alet kavavычından muvafiq miqdarda selvatdim. Agar uۋaq alet kavavычın bolmasa, soqulmagan danchadan alet kavavычını sasandan buludu. Bularni yana davamlı o'xshash holatda qo'rib olamiz. Bir az qo'rlagandan keyin endi biz mayda qizartib olgan barangi bilan go'sht ko'mirlashni selib olamiz, xonimlar. Go'sht ko'mishni selib oldik. Ondan az miqdor tuz selib etdim men. Buni sepib bo'lgandan keyin buni sepib bo'lgan degan xonimlar qattiq aralashtirmasdan, qattiq aralashtirib olsanglar, bu vazlarimiz o'tirdan bo'linib ketadi. Shuningga o'sha bir tarafdan aldırmay aralashtirib turib qo'rsanglar bo'ldi. Shuningga diqqat qilib turib qo'ringlar. Mushkul shaklda bir az qo'rlagandan keyin endi muvafiq suv qo'yamiz. Chunki ma barangi bilan go'sht ko'mirlashni biz mayda qizartib oldik emas, bu qattiq uzoq qo'rishning hojati yo'q. Endi ham shu qo'rmag'alay holatda muvafiq suv qo'yib olamiz. Ya'ni o'zinglarning simalaklarga qarta qo'ysanglar bo'ldi. Buni qo'yib oldik. Orqadan biz to'g'rab tayyorlagan samsaq bilan qo'rimin texmi rangdor, ham texmi ochiq chuchuk chiqarish uchun ko'kmush bilan qizilmushni muvofiq miqdorda sepib, bularni endi normal holatda qaynatib olamiz. Ya'ni shu baranga yumshoq holatda pichqich qaynatib olsanglar bo'ldi. Endi qo'rma pichqicha biz qaynoq suvda yumshatilgan pintozning ustiga olata etib yog'ni selib olamiz. Buni texnik rangli ta'mli qilish uchun yog'ni sepib olgandan keyin